ustasiga farqi yo'q deyishadi. Bilasizlarmi? Endi hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Fikrlaylar. Qorovulni topsang qor yog'adi deydi-ku. Professional ustalarga uni farqi yo'q mana. Hozir bitta obyektimizga keldik. Uylarni remont qilganlar, lekin konditsioner turbasi, kabeli hech narsasi ko'rinmasin, aytgan pulingni beraman. Menga mana shunaqa akkuratniy tursin deyishdi. Buni hozir mana shu ko'rinishi mana. Endi ketdi. Remontdan oldin tashlash kerak o'z turbalar aboydan oldin. Biz nima qildik? Remontdan keyin mana patologida ochdik. Qonni patologida ochib chiqdik, turbalarni yurg'izdik. Mana bu yoqdan shtraba qilib hozirroq joyini yopib qo'yamiz. Uni mana bu pokagini o'zi yopib qo'yamiz. Lekin mana turbalar ketdi yurib. Mana shu holatda turbasini yurg'izib, mana bu yoqdan chiqarib, agregatini mana shu yerga qo'yib beramiz. Parkinskiyga bu obyektimiz. Mana ish jarayonlarimiz hozir. Dilshodbek master. Shuning uchun remontdan keyinmi, remontdan oldinmi sifatli ish kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Biza bunaqa remontdan oldin kelish kerak edi, u demaymiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa kabel, turba hech narsasi ko'rinmaydi. Shunaqa holatda qilib beramiz. Bu patologik gips kartonni ham o'zimiz yopib, o'zimiz anaqasini yopishtirib beramiz. Aboyni.